Rasululloh aytadilar, kim bir musulmon oilaga xursandchilik kiritsa, Alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa, qo'shnini uyiga mag'zi oqmasin. Qo'shnini uyiga soya qilib qo'yishlik, uyda baland solib bo'lmasin unda. Hozir odamlarni qarasak, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir-birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi. Xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar. Qish kuni sovuq, ko'miri yo'q, pul yo'q, zo'rg'a bitta uyda qisilib, qimtinib o'tiribdi bir oila. Siz qo'lingizda 1 tonna, 2 tonna ko'mir berib qo'yishlik, ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor, lekin qilmaysiz. Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimasiga quvonasiz? Ana shunaqa qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz shu ishlarsiz emas 1 tonna ko'mirni puli, lekin qilmaysiz. Nimaga qilmaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizni pulingiz qo'lingizda emas. Sizni pulingiz qalbingizda. Qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yeta olmayapti, shu qoplar olib kelyapti, ko'rib turibsiz, qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimdir kasal, borib tishini remont qilgani puli yo'q, mana haqni yuribdi bir haftadan. Bilasiz, jo'rangiz, bilasiz puli yo'q. Shunda olib qildirib qo'ya olmaysiz. Siz uchun hech narsa emasdi 1-2 ming so'm pul. Xursandchilik bo'ladimi? Xursandchilik bo'ladi. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimcha deymiz. Abdurahmon ibn Avf aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 da ertaman bersa 1000 kechki payt olar ekan. Ha domlar, agar unaqa biz ham 100 sarflasa kechki payt 1000 emas 200 bersa ham qilaverardik. Bizga bersangni qilamiz-da biz. Bu oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p, odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj bo'lmay, pulim bilan hal qilaman deyapti, puli bilan hal qila olmayapti. O'sha boyaga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmayotgan mushkulingiz bitta yosh bolani xursandchiligi, bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi. Chunki Alloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish deyapti. Bir kishi aytib bergan edi. Shu eplab bitta yangiroq mashinani olgan, shu bilan taksi qilib, tirishlik qilib yuruvdi. Bir zo'ravon kelib urib ketdi mashinasini. Pulni ham to'lamadi. Endi chiqib tirishlik qila olmayapti. O'sha bitta mashinaning orqasidan tirishlik qilyapti. Yo'q. Pul yo'q remontga. O'sha bir birodari yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan. Yuring falon joyda bir usta bor, chiroyli ish qiladi. Bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi dedi. Olib bordi, qildirdi. Mashinasi bitgandan keyin chiqib ketyapti. Qancha bo'ldi? Qachon to'lashim kerak? Qachongacha deb so'rasa, haligi siz yetalab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti. O'sha birodar uchun hech narsa emas edi-da, bir 100 dollar, 200 dollar hech narsa emas edi. Qildirib berdi-da. Umrini oxirigacha unutadimi shu narsani? Boyaga tashsiz. So'raylik o'zimizdan, biron marta shunaqa ish qilganmanmi men ham? Imkoniyatimdan kelib chiqib turib, biron marta. Er-xotin razlashadi. Enasiga ketib qo'ygan. Er borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan qo'yadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham, xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibri yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi.
ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rg'a turib qaytaryapsiz. Kelin tomonga boradi, uradi ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar soson bo'layotdi. Kelinni o'zi olib kelib, mashinasiga solib, olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik.